Mana qo'lib turadigan, rohatda turadigan yaqinlar borku, mana Safrino do'koni, Abdurazon do'koni ochilgan joyini ko'ringlar. Mana metroning to'g'risida Qo'yli bozorini yo'parasiga joylari ochilgan va Safrino do'koni yana bitta filialini ochib qo'ydi. Kelasizlar, qidirib Urizorga tushib yurmaysizlar. Mana biladigan bo'lsanglar, rohatdan to'g'ri kelasizlar. Bu yog'i Qo'yli bozori, o'rtasida sentr Pitak deydi, Vodiy Pitakni shuni yonida mana Safrino do'konini yana bitta ochib qo'yishdi. Do'konning ichida ponni mana nima kerak? Yubkalari kerakmi, shapkalari kerakmi? Mana assortimentni bitta tomosha qilinglar, maza ko'rasizlar deylar, lekin borku, do'konning kattaligiga ham bitta qarab qo'yinglar. Gullarni liboylardan qilib berishadi. Kraska deysizmi, razaytib deysizmi? Nima kerak? Ankrni bolt kerak bo'ladimi? Mana shu yerga to'g'ri kelaverasizlar. Endi bolalar svachka bolalarga deyishdi bu yer. Svachkalarga jo'natib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar. Mana bolgarka toshlari ham tayyor. Biladigan bo'lsanglar, Safrino do'konini kim biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirib qo'ysa, kimni do'konligiga. Unga ham bitta bonuslarimiz bor. Bittadan metr berib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, videoga like bosib, yaqinligiga jo'natib qo'yasiz degan umiddaman. Videoga like bosamiz, bizdan kommentinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Listlar ham, lazerlarni ham mana hammasini kelib olishinglar mumkin. Profillar, tegalar deysizlarmi? Hamma gullari deysizlarmi? Fasollariga bitta baho berib ko'rasizlar. Qanaqa stoykalar kerak bo'ladigan bo'lsa, stoykalarni ham taxlab qo'yilgan bu yoqqa. Kelib qidirib yurmaysizlar. Yerga shuni chizdirasizlar, gulyan terdirasizlar, plankasini olib qo'yib, stoykasini taqib, kraskasini sepasizlar, bo'ldi qo'yaverasizlar. Hurmatli obunachilar.